Ko'pincha chiyillagan holda ketib bordi. Do'stlar, assalomu alaykum. Yana sizlar bilan birgamiz. Hamma gap so'zlarga окончательно oxirgi nuqtani qo'yish uchun o'sha kungi jentramiz va o'sha kungi Cobalt'imizni chaqirganmiz. Hozir bularni buksurga qo'yamiz. Cobalt bilan jentrani ikkala tarafga tortamiz. O'zi kecha mana bu bratimiz yetkazadigan joylarga yetkazib qo'ygan edi. Biz oxirgi nuqtani qo'yib beramiz. O'zimizni o'sha tajribadagi doimiy mashinamiz bu jentramiz, gap so'zlarga sabab bo'lgan jentra, ya'niki bunga Gorilla deb nomlangan programmamizni urib berganmiz, boshqa hech narsa qilinmagan. Qani ketdik. Ha, aytgancha videoga like bosing, podelиться qiling va videoni aslo Cobaltchi do'stlaringizga yubora ko'rmang. Cobaltimiz jentramiz joyida turibdi. Ustagarni ko'ryapsiz. Ustunlarni окончательно nuqta qo'yapti Cobaltchilarga. Ha. Qarang. Cobaltlar chiyillagan holda ketib bordi. Bo'ldi. Do'stlar, mana bugungi bizni qahramonimiz va anti qahramonimiz. Natijani o'zingiz ko'rdingiz, xulosa o'zingizdan. Biz Cobaltni o'zgacha yaxshi ko'ramiz, mehrimiz baland, lekin katta bolalar nima uchun jentrani tanlashiga